Qalbingiz hamisha quvonchga to'lsin. Shodlik, baxt doimo hamrohingiz bo'lsin. Har bir kuningizga Alloh fayz bersin. 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Raqobatli ayollar bo'lmish opa-singillarimizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan Toshsahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati erkaklari va shaxsan o'z nomidan chin qalbdan muborakbod etishga ijozat beradi. Oilangiz, farzandlaringiz va yaqinlaringiz el yurtimiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'linglar. Yana bir marta bayraminglar bilan tabriklaymiz. Hamisha sog' bo'ling. Rahmat. Jonajon yurtimizga bahor kirib kelishi bilan ketma-ket bayramlarga ulanadi. Bugun ham mana Toshsahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyatida faoliyat yuritayotgan barcha ayollarimizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tabriklash maqsadida shahrimizda joylashgan 5-avtobus saroyida, faollar zalida barcha avtobus saroyidagi ishlayotgan go'zal ayollarimizga konsert dasturi tashkillashtirilgan. Bugungi konsert dasturimiz o'zining bir sho'x qo'shiqlari bilan xalqimizning xalq og'zaki ijodi va folklordagi o'zimizning milliy qo'shiqlarimiz bilan boyitilgan holda ayollarimiz juda ham kayfiyati ko'tarilgan holda bugungi bayramni o'zgacha nishonlashmoqda. Fursatdan foydalanib, Toshsahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati jamoasi nomidan yurtimizdagi barcha go'zal ayollarimizni bugungi xotin-qizlar kuni bilan samimiy muborakbod qilamiz. Hammanglarga tinchlik, xotirjamlik, tani sog'lik, eng ezgu niyatinglar amalga oshishiga tilakdoshmiz. Ishlaringizga omad, sihat, salomatlik va oilaviy baxt tilaymiz. Har doim ayollar hammamizga shunaqa aziz bo'lib yurishlik nasib qilsin.